Psoriaz kasalligi haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Psoriaz kasalliklari bu avloddan avlodga o'tib kelayotgan gen kasalligi hisoblanadi. Bu qaysi holatlarda yuzaga chiqishi mumkin? Ba'zi bemorlarimizda yangi tug'ilgan chaqaloqda bo'lishi mumkin. Shirinliklarni ko'p yeyish oqibatida yoki bo'lmasam shu shirinliklarga moyilligi ko'pligi sababli ham mana shu kasalliklar yoshlarda ko'p chiqib kelishi mumkin. Kattalarda esa qattiq stress, ya'ni asabiylik davrida ham shu kasalliklar chiqib keladi. Lekin bu kasallik yuqumlik emas. Masalan, ayolda bo'lsa eriga, erida bo'lsa ayoliga o'tadigan yuqumli kasallik emas. Bu qonda, faqat gen orqali avloddan yoki ota urug' yoki ona urug'larida bo'lganligi sababli o'tgan kasallik hisoblanadi. Bu kasallik faqat farzandlariga o'tishi mumkin. Farzandlarini ham hammasiga emas, ichida yoki bitta, ikkitasiga o'tishi mumkin, o'tmasligi ham mumkin. Bu 50-50. Bu kasallikka hali dunyo bo'yicha tabobat va tibbiyotda shifosi yo'q deb tan olingan kasallik o'zi asli, lekin meditsina xodimlarimiz ham qo'ldan kelgancha harakat qilib bemorlarga yordam berishyapti. Mana shu izlanishimdan kelib chiqqan holatda qonni tozalash yo'li bilan psoriazga 100% tabiiy mahsulot o'ylab topganman. Buni 2018-yili shu mahsulotni ishlab chiqarishga boshladim. O'zi asli buni ham men yaqin insonlarimga yoshligimdan tayyorlab kukun holatida bemorlar mana agar meni ko'rib turishgan bo'lsa, eslashsa, ularni bir salafanga kukun holatiga keltirilgan holatini berganman. Bu opodadan mana shu kasallikka davolashni boshlaganlar, ulardan menga meros bo'lib qolgan va buni mukammallashtirib, yanada bemori to'liq 100% qondan yo'qotish yo'li bilan 100% mahsulot shu damlamani ishlab chiqaryapmiz hozir. Bu mahsulotimiz eng asosiysi patentlashtirilgan. Bu bemorlarimiz 100% dietasiga amal qilishi shart va bu muolaja agar og'ir bo'ladigan bo'lsa 1 yil, 2 oy shu damlamani ichishi kerak bo'ladi. Agar bemorimizda psoriaz yengil bo'lsa 6-7 oy 100% dietasi bilan mana shu muolajalar davom ettirib har 15 kunda videosini jo'natishadi bizga. Mana 15 kunlik natija, mana 30 kunlik natija ko'payapti, kamayyapti degan narsalarni jo'natib turishganda biz ularni eshitib ko'rib maslahatlar beramiz. Xo'p, o'sha muolajani boshlanishida xohlasa xohlamasa 2 oygacha bu avjiga olib ko'payadi. Bu bemorni shifo topayotgandan dalolat beradi. Mana shunday paytda agar juda ham ko'tarilishi avjiga chiqadigan bo'lsa, vrachlarimizga, mutaxassislarga murojaat qilib, qon yuvuvchi mahsulotdan 3 kun, 4 kun olishlari mumkin. Undan keyin esa ularni boshqa tavsiya qilmaymiz, lekin tashqaridan hech qanaqangi biz maz bermaymiz. Chunki u gormon mazlar vaqtinchalik shifo beradi.